Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Bu Sherozbek Play kanali va sizlar bilan bugun biz Minecraft o'ynaymiz. Lekin bugun men challenge bajaraman. Albatta bugungi video ham qiziqlardan bittasi bo'ladi. Strange Spawn deb qo'yamiz nomini. Xo'p, do'stlar, men YouTube'da bitta video ko'rib qoldim. Xullas, unga ko'ra hozir yozadigan sedim meni lavada paydo qiladi va undan so'ng men Womblockda paydo bo'lib qolaman. Men shunaqa, xullas, o'zingiz hozir guvoh bo'lasiz. Undan oldin siz videoga like bosing, kanalimga obuna bo'ling, izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiring. Meni maksimal darajada poddershka qiling. Albatta barcha mehnat siz uchun qilinyapti va agar meni qo'llab-quvvatlasangiz albatta xursand bo'laman. Qarang, hayajonlarga deyapman sizlar bilan muloqotdan. Xo'p, ketdik. Do'stlar, barchaga oxirgi videolarimdagi aktiv uchun kattakon rahmat deb qolaman va men va'da qilgan o'sha o'yin albatta bo'ladi. Sizlar uchun men qilaman. Lekin undan oldin aytib o'tganimdek, do'stim Amirshoh yoki Abubakr bilan birgalikda PvPni 4-qismini ham qilishim zarur. Shundan so'ng o'yin bo'ladi. Va do'stlar, rostdan ham shunday bo'ldi. Wow! Do'stlar, ajoyib-ku. Xo'p. Demak, biz do'stlar yerda paydo bo'ldik. Faqatgina stolbali deymizmi, nima deymiz bilmadim. Lekin shunaqaroq. Xullas, do'stlar, endi bu yerdan qanday qilib bo'lsa ham qochib qutulishimiz zarur. Men bunga albatta harakat qilaman, faqat chiqish yo'lini topishim kerak men. Qanday qilib tepadan chiqa olaman? Bu yoqqa umuman yetib bora olmayman va bu yerga bora olaman. Lekin bu yerdan ham chiqishni bilmayman. Xo'p. Nima bo'lganda ham biz mana shu tarafga o'tishimiz zarur. Bo'lmasam challenge bajarilmaydi. Biz mana shu spawndan narigi tarafga o'tsak challenge bajariladi. Xo'p, menimcha meni tushundingiz. Men davom etaman. Do'stlar, bundan oldin men o'tdim. Faqatgina nechanchi blok deydi, u esimda yo'q-da. Xo'p, menda ideya bor. Oho, hali ancha bor ekan. Mayli. Hozir mana bu yerda men slime ko'rgandek bo'ldi. Mayli, davom etamiz. Xo'p. Do'stlar, menimcha video sal uzoqroq bo'ladi. Buning uchun meni albatta ma'zur tutasiz. Faqatgina bloklarni sindirishdan bo'lyapti shekilli. Nima bo'lganda ham men pastroq tushishim kerak iloji boricha va shundan so'nggina sakrashim mumkin. Bo'lmasam bunday balandlikdan men hozir aniq tirik qolmayman. Albatta Minecraftda. Haqiqatda menimcha shunday bo'lgan bo'lardi. Hop. Hali ancha bor menimcha. Yo sakrab ko'ramizmi? Yo'q, men risk qilmayman do'stlar. Hali sindiramiz. 3-4 blok qolganda ham sakrab bo'lmaydi-da bu yoqdan, chunki yaqin masofa bo'lganda. To'xtanglar. Yo'q, suv emas ekan. Bu yerda suv bor. Lekin suvga tushish bu yerdan amri bor. Olmoslar. Ko'ryapsizmi? Olmoslar turibdi. Xo'p, mayli.
nima bo'lganda ham men tushishga harakat qilaman. Xo'p, uzog'i bilan menimcha bitta jonim qolsa kerak. Sakraganimdan so'ng yana ham bilmadim. Chunki bundan oldingi probaga qilib ko'rgan spawnimda aynan menda bir dona jon qolgan edi. Xo'p. Hozir endi ko'ramiz nima bo'lishini. 5 daqiqadan beri yo'q. 5 daqiqadan beri kovlayapman. Afsuski hozir bu yerda temir ham bor. U ham bekordan bekorga ketdi. Mayli, nima bo'lganda ham barchasi sizlar uchun. Men ham bemalol tvorческийni yoqib chizsam bo'lardi, lekin barchasi meni kanalimda haqqoniyligini ko'rsatish uchungina men bunday qilyapman do'stlar. Men sizlarni hech qachon aldashga urinmayman. Xo'p. Nimaga chirsitdi? Axir bu adashmasam oddiygina tosh edi-ku. Xo'p, zombilar ham kul bo'ldi. Menimcha yana 3 tadan so'ng sakrasak bo'ladi. 3 ta blokdan so'ng. Yana ham bilmadim do'stlar. Balkim mana bu slime ustiga sakrarmiz. Yo'q, bu fikrimdan qaytdim. O'zi ham tushib ketdi slime'da. Hop. Yo'q, yana bir necha bloklar kerak emas. Bo'ldi, mana shu yerdan sakrash zarur menimcha. Do'stlar, tayyormisiz? Menda cheksiz urinishlar bor bo'ladi, lekin mana bu bloklarni yig'ib olish menga muammo bo'ladi. 3 2 1 ketdik. Voy. Ozgina o'ngroqqa sakrashimiz zarur. Men hozir hisob kitoblarimga ko'ra mana shu yerga tushaman. Hozir zombilar tezroq yonib keta qolsin. Menga hech qanaqa nima deydi? Bunday muammolar kerak emas. Iloji boricha qochishim kerak men keyin. Xo'p. Bu tarafda tirik qolmayman. Mana shu yerga qarab qochaman. Xo'p. Bu zombi ham ketdimi? Ketdi. Xo'p. 3 2 1. Hop! Qanday qilib? Voy, do'stlar. O'zgina qolganda. Mayli, yana bir marotaba urinamiz. Men irodam kuchli. Ozgina yetmayapti. Hop. 1 2 3. Hop! Da! Do'stlar, challenge yakunlandi. Hop. Men tepaga chiqishim kerak endi. Hop, ovqatlarni olishim kerak. Bundan tuzukroq ovqat topolmadim. Hozir menga o'qlar. Voy! Yo'q! Do'stlar, nima bo'lganda ham challenge bajarildi. U yerga qarab qochish to'g'ri yo'l deb o'ylagan edim, mayli. Voy xudo. Yo xudoyim. Oxirigacha boramiz. Tushib ketmaymiz endi. Olg'a.
Hozir challenge bajarilgan bo'lsa ham men oxirigacha tirik qolishga harakat qilyapman do'stlar. Xo'p, olg'a. Men buni uddalardim. Asablarim buzilyapti. Albatta. Xo'p. Yo'q. Bilmadim. Yo'q. Hozir bajaraman men buni. Albatta. Ha. Tirik qoldim. Oxirigacha tirik qolish kerak endi. Qochdim. Lekin mayli. Eng muhimi challenge bajarildi do'stlar. Xo'p, siz bu videoga albatta like bosing, kanalimga obuna bo'ling, izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiring. Agarda kimdir men bilan birgalikda mana shu sitda o'ynamoqchi bo'lsa, albatta menga murojaat qilsin kommentariyalar bo'yicha. Men sizda albatta barcha fikrlaringizni ko'rib chiqaman. Kanalimga obuna bo'ling, likelarni bosing. Hozir esa original videoni ko'rasizlar do'stlar. Meni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Yaqinda albatta konkurs qilaman. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi videolargacha uchrashguncha. В Майнкрафте невозможно заспавниться в воде или лаве. Конечно, если вы не играете на Багроке. Но не буду спорить, в этом есть свой прикол. Сначала вы заспавнитесь в лаве и умрете, но затем вы появитесь на столбе из одного блока, и вам нужно попытаться как-то избежать смерти. Сломайте несколько блоков и попытайтесь сделать мост как можно длиннее. Этот сид точно проверит вас на прочность.